Habashistonda bir katta shoh bo'lgan ekan. Bu Abrahadan oldingi shoh. Hamma yoqni zir titratgan ekan. Madinaga kelib qolganda Hijoz derkan, o'sha zamonlarda Hijozga kirib kelganda Hijozda bir Yahudiy olim yashar ekan. O Yahudiy olim Tavrotni jiddiy bilgan, puxta bilgan, Injilni puxta bilgan, yod olgan, o'ta taqvodor odam ekan. Shu odam qarshisidan chiqib, haligi podshohning navkarlarga aytib, huzuriga kirib aytgan ekan. Sen bu joyga kirmagin. Sen bu Hijozga kirmagin. Chunki bu joyga kelib oxir zamon payg'ambar yotadilar. Seni kelganingni, bu joyni vayron qilganingni eshitsalar, ko'ngillari sendan qoladi. Rostami? Dedi shoh. Agar men o'sha odamga iymon keltirib qo'ysam-chi? Iymon keltirib qo'ysang, hidoyat topasan, yaxshilik topasan. Haligi shoh aytgan ekan. Omonlik xat yozinglar bu shaharga. Men mana shu shaharga kelib ko'miladigan payg'ambarga iymon keltirdim. Bu shaharga hech kim tegmaydi deb ketgan ekan. O'sha yoziq chiqqan ekan, o'sha yoziq. Payg'ambar alayhissalatu vasallamga 300 yil oldin iymon keltirganlar bor ekan. Birodarlar, Madinaning hududlariga yaqinlashgan saringiz iymon jo'shiydi. Fayz aynan o'sha joydan tarqaydi. Sababi bitta. U joyda rahmatan lil alamin yotadilar.